Bir videoda Market Yandex.Go marketplace'ida o'zingiz bosh og'riqlisiz oson onlayn do'koningizni ochishni o'rganasiz. Men Market Yandex.Go kirib kelishi bilan o'zimni do'konimni birinchilar qatorida ochganman. Hozirgi kunda marketplace'larda savdo qilish bo'yicha 3 yillik tajribaga egaman. Hozirgi kunda 100 dan ortiq o'quvchilarim marketplace'larda muvaffaqiyatli savdo qilib kelishyapti. Siz ham millionlab foydalanuvchisi bor Market Yandex.Go'da mana bunday do'kon ochishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Har bir qadamni batafsil tushuntiraman, qiynalib qolmaysiz. Birinchi bo'lib sizlarga do'kon ochishdan oldin qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yishinglarni aytaman. Avvalambor tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish kerak. Masalan, yuridik shaxs sifatida mas'uliyat cheklangan jamiyat, xususiy korxona yoki oilaviy korxona sifatida ro'yxatdan o'tish mumkin. Yoki jismoniy shaxs sifatida yakka tartibga tadbirkorlikni tanlashingiz ham mumkin bo'ladi. Biz yakka tartibga tadbirkorlik shakli bilan o'z faoliyatingizni boshlashni tavsiya qilamiz. Keyin esa bankdan hisob raqam ochish kerak. Bu bizni kartamizdagi hisob raqam emas, biz alohida yakka tartibga tadbirkorlik uchun bankka borib asosiy hisob raqam ochamiz. Qaysi bankni tanlash kerak desa, deyarli har bir bank shartlari bir-biriga o'xshaydi. O'zingizni lokatsiyangizdan kelib chiqib, qulay bo'ladigan joydan ochishingiz to'g'ri bo'ladi. Shu ikkita hujjatdan tashqari bizga bitta Yandexdagi pochta kerak va telefon raqam kerak. Shu telefon raqamga va pochtaga kod keladi. Shu kodni kiritishimiz kerak. Bizda keyin do'kon ochiladi. Barcha hujjatlarni tayyorlab qo'yganimizdan keyin havola orqali ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Havola nomi partner.market.yandex.uz. Bu havolani Telegramga va shu videoni tagida ham qoldiramiz. Xo'p, bu yerda mana sotuvchi bo'lish tugmasini bosamiz. Bu yerga ism, telefon va pochtamiz kiritganimizdan keyin davom eting tugmasini bosamiz. Va avvaldan bizda kabinetimiz bo'lsa, Yandexda shu tanlangan bo'ladi avtomatik tarzda va davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda endi do'konning nomini kiritamiz va davom etish tugmasini bosamiz. Shahar bizda hozir Toshkent, Namangan tanlash, Samarqand tanlash imkoni bor. Biz endi Toshkentdan bo'lganligimiz uchun Toshkent tanlaymiz va davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda qaysi kategoriyada savdo qilishimiz bo'yicha so'rayapti. Shunga bittasini tanlab qo'yishimiz mumkin. Masalan, bizda qurilish va ta'mirlash. Shuni tanlaymiz va davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda so'rayapti, robotmizmi yoki yo'qmi? Shuni ustiga bosib, tasdiqlash, yuborish. Birinchi qadam bo'ldi. Endi biz Market Yandex.Go bilan shartnoma tuzishimiz kerak. Shuning uchun shu tugmani bosamiz. Составить заявление tugmasini bosamiz. Bizning tadbirkorlik shaklimiz yakka tartibga tadbirkorlik bo'lganligi uchun biz PNFL boshiga PNFL kiritamiz va IP degani shu ruschasi individualniy предприниматель, o'zbekchasi yakka tartibga tadbirkorlik, shuni belgilab, endi esa familiya, ism va otasining ismini kiritamiz. Endi esa biz yuridik manzilni kiritamiz. Ya'ni faoliyat yuritadigan manzilimizni, u agar uy manzili bo'ladigan bo'lsa, uy manzilini kiritamiz va indeks, bu pochta indeksi bo'ladi. Pochta indeksi yoki shu o'zimizni manzilimizni kiritib internetdan qidirib ko'rishimiz mumkin yoki o'sha oldimizda yashaydigan joyimizda pochta bo'ladi. Shu pochtadan so'rashimiz mumkin. Bo'ldi, indeks kiritganimizdan keyin продолжить tugmasini bosamiz. Endi esa bank rekvizitlarimizni kiritishimiz kerak. Bu yerga hisob raqamni kiritamiz, infoimizni va bank nomini. Bu yerda esa to'lovni har qanchada olishimizni belgilashimiz kerak. Masalan, qancha uzoq muddatdan keyin o'z pulimizni olishimizni belgilaydigan bo'lsa, bu uchun komissiyasi 1% bo'ladi. Qancha tez oladigan bo'lsa, ya'ni yuqori bo'laveradi komissiyamiz. Masalan, har kuni savdodan kelib tushadigan pulni olishimiz uchun biz 2,5% lik komissiya to'lab beramiz. Lekin bu sotuvchiga barram pulni aylanishi juda ham muhim bo'lganligi uchun biz mana shu har kunlikni tanlaymiz. Bizda buxgalteriya, shu uchun tugmani bosib qo'yamiz. Ya'ni o'zimiz buxgalter bo'lib faoliyat yuritayotgandek bo'ladi va продолжить tugmasini bosamiz. Bitta tekshirib chiqamiz hamma ma'lumotlarimizni. Agar hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tasdiqlab yuborish tugmasini, подтвердить и отправить tugmasini bosamiz.
Biz shartnoma tuzilishi uchun barcha ma'lumotlarni kiritib berdi. Endi esa Ddocsdan bizga Market Yandex.Go shu shartnomani jo'natadi va biz o'sha shartnomani tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Tasdiqlaganimizdan keyin komissioner qilib tasdiqlash ham avtomatik tarzda bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha biz hech qayerga MySoliq.uzga kirishimiz shart bo'lmaydi. Shu bilan Ddocs orqali shartnoma tuzilib, imzolangandan keyin bizda do'kon rasman ochilgan bo'ladi. Keyingi qilishimiz bo'lgan ish bu ishlash modelini tanlashimiz kerak. Biz hozir shu 3-etapga o'tamiz, ya'ni qaysi modelda ishlaymiz? FBS yoki FBI. Ya'ni biz tovarlarimiz o'zimizda turadi, turgandan keyin zakaz tushgandan keyin olib borishni tanlaymizmi? Bu FBS modeli bo'ladi yoki biz hamma tovarlarni omborxonaga olib borganimizdan keyin savdo boshlanish modelini tanlaymizmi? Ya'ni FBS da bizda harakat ko'proq bo'ladi. Har kuni buyurtma kelib tushadigan bo'lsa, har kuni shu punktga yoki omborxonaga olib borishimizga to'g'ri keladi. FBI da bir marta ko'p partiyada olib borib beramiz. U o'zligisi keyin buyurtma kelib tushgandan keyin uni yig'ib mijozga yetkazib berishadi. Mana esa eng qulay, bizga endi eng qulayi bu FBI sistemasi bo'yicha, ya'ni tovarni omborxonaga topshirganimizdan keyin savdo bo'lishni tanlayman. Tanlash tugmasini FBI da tanlash tugmasini bosaman. Bo'ldi, mana belgi chiqdi. Bu yerda mana galochka kelib chiqdi, ya'ni FBI tanlaganimiz va bu yerda ham galochka bo'ladi. Aytganimdek, Ddocsdan ular do'gur yuborgandan keyin biz o'sha do'gurni imzolab qo'ysak, Ddocsdan kirib bo'ldi. Mana shartnoma tuzildi va galochka qo'yildi. Endi keyingi videoda biz qanaqa qilib tovar kartochkasini yaratishni ko'rib chiqamiz. Keyingi videoni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.